ko'z tegmasin aka. Yaxshi kunlarda uzoq xizmatingizni qilsin. Aka, ustalardan ko'nglingiz to'g'mi? Rahmat, o'ta go'zal holatda bo'ldi. Biz kutgandan ham ziyoda bo'lib. Agar bir anaqa joiz bo'lsa aytavering, yo'q bir minusi bo'lsa aytavering. Ashpatlar aytilardi boshlanganda. Ko'ngildagidek aka, xudo xolasa. Siz shu ovqatini qilib berdi xolos. Qolgan hamma yo'qdi o'zlari. Ovqat, yotoq joyi ta'minladik. Endi qish kuni qisqada. Ishlash qiyin. Ertalab sahar turib, kechgacha shomgacha ish qilishyapti. Mana shunaqa gaplar aka. Rashiniki keling endi. Xo'p, assalomu alaykum vatandoshlar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. O'sha konteynerdan, temirdan o'tda yonmas navislarimiz xudo xolasa yana bittasini bitirdik. Hozir biz Andijonda Jalaquduq tumanidamiz akalar. Ko'rib turibsizlar, mana darvozaxonaga uyni ichini ko'rsataman. Uyni ichi perak bo'lsa ekan, shuni hisobiga darvozaxonani baland qilib, ustunsiz qilib yopishgan akalarimiz xudo xolasa. O'sha asakalik Rashin akalarimiz. Siraz aytib o'tib ketaman akalar. U tarafiga ham, bu tarafiga ham hisoblayverasizlar akalar. 125 kvadrat plus minus 130 kvadratga yaqinroq joy bo'lgan, itogiy summasi 23 million. Bu videoda cho'zib oxirida aytish yo'q bizga. Bir qator hozir ishlarini polni ko'rsataman. Shum bo'lyapti, e'tibor bermaymiz akalar. Nihoyatda go'zal chiqibdi o'zi ham. Endi videoda boshida aytib o'tib ketishim kerak. Shu holatda qilmoqchimisizlar yoki mana bu tomlarda uyni yoptirmoqchimisizlar? Qizig'i yo'q akalar. Xohlaysizlar, molxona qilasizlar, bir etaj, 2 etaj qilasizlar, 3 etaj qilasizlar, qizig'i yo'q akalar. Xudo xolasa xizmatdamiz. Ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston bo'ylab ishimiz ketyapti. Hozir qizg'in o'chiritdi. Mana holati kirishdan kirganmiz, mana kirganimizda qisqasi bu darvozaxona ekan. Xullas, ustun tushmash kerak bo'lgan biyaga shuni hisobiga chotga qilib qilishgan, mana ko'ryapsizlar. Ko'pchilik o'ylayapti, mana tashlamalarga o'ylayapti, mana uylar perekos bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bu temir yaxshi bilasizlar, shunday kesib to'g'ri kelgan joyiga varid bo'lib ketaveradi. Turishni ko'ryapsizlar, bir taraf tunuka, bir tarafini shipr qilib yopgan akalarimiz. Endi buni xo'p, keyin ko'p savollar bo'lib qolyapti. Hamma savolga kommentariyada iloji boricha javob berishga harakat qilyapman. Akalar, nima kerak bo'ladi, nima qilish kerak deyapti. Sizlardan hech narsa kerak bo'lmaydi akalar. Endi asakalik usta akalarimiz manzilga borgandan keyin hozirgi kunda qilish kerak bo'lsa, masalan, bitta joy qilib bersanglar, shu ovqatini bersanglar bo'ldi. Elektr o'tdingizlar, tosh, xullas hamma yo'g'i o'zlaridan o'sha 180 ming kvadrat hisoblanadi. Bizning kanaldan, xudo xolasa, bonuslari bor. Shuni ichida, masalan, bir etaj qilsangiz, bir etajimiz 180 ming, 2 etaj qilsangiz, ikkinchi etaj kvadratni hisoblab qo'yasizlar. Shuni ichida endi qaranglar, mana hamma yo'g'i shuni ichida ketyapti. Shipra berasizlar, shiprni ham shuni ichida qoqib beradi. Tunuka olsanglar, tunukani ham shuni ichida qatirib beradi. Birgada mana shu yerda turibdi o'zlari ham. Mana shu akamizning uylari ekan. Mana ustunsiz bu yoqdan bitta ko'rsatib qo'yaman. Uyda egasi Hazandan o'raverdim aka. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat, qulluq bo'lsin aka, navislar. Moshni chiqibdimi? Ko'z tegmasin aka. Yaxshi kunlarda uzoq xizmatingizni qilsin. Aka, ustalardan ko'nglingiz to'g'mi? Rahmat, o'ta go'zal holatda bo'ldi. Biz kutgandan ham ziyoda bo'lib. Agar bir anaqa joiz bo'lsa aytavering, yo'q bir minusi bo'lsa aytavering. Ashpatlar aytilardi boshlanganda. Ko'ngildagidek aka, xudo xolasa. Siz shu ovqatini qilib berdi xolos. Qolgan hamma yo'qdi o'zlari. Ovqat, yotoq joyi ta'minladik. Endi qish kuni qisqada. Ishlash qiyin. Ertalab sahar turib, kechgacha shomgacha ish qilishyapti. Mana shunaqa gaplar aka. Rashiniki keling endi. Assalomu alaykum. Siz ham ko'rinmay qo'ysiz anchadan beri aka. Charchamayapsizmi siz? 25-yil ko'ringanmiz. Ha. Xo'p, Rashin aka, ashi gap aka. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab tandirxona bo'ladimi, choyxona bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, urib beramiz, tirsillab chiroyli qilib, chotki qilib. Hech narsa kerak emas sizlardan. Elektrot olishim kerakmi? U kam, bu kam bo'lmaydi. Shu ko'riladi joy kelishadi bo'ldi. Yotoq bilan shu ovqatni berib tursanglar, qolgan hamma yo'q o'zlaridan, xudo xolasa mana. Akaga ham qulluq bo'lsin. O'ta ham go'zal bo'lib bo'pti, mana ustunsiz. Telefonda uncha ko'rinmaydi, lekin ko'ryapsizlar mana holatni. Stullarni ham moshni qilib, chotki qilib to'qilgan. Bir tarafiga tunuka qoqibdi, bir tarafiga shipr qoqibdi akamiz. Endi bemalol akalar shu stroga qilib tom yopishim kerak edi, navis qilishim kerak degan oshna o'g'aylarga videolarni bemalol jo'natib yuborsanglar bo'laveradi. Ko'rib turibsizlar, mana keyingilik qilasizlarmi? Xullas kelajakda qilmoqchimisizlar? Necha yeringlar bor? Kommentga yozsanglar, men o'zim javob beraman.
Shu gap xudo xolasa bir ustadan bir norozichilik bo'lib qoladigan bo'lsa ham menga aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol xudo xolasa hal qilamiz. Endi shu bitta gap bor, aytmasam esingizdan chiqib qoladi. Videoga bittadan like bosib akalar, izlab yurganlarga jo'natish esdan chiqmasin. Qo'ldan kelgancha tepaga chiqib ko'rsatishni iloji yo'q ekan, pastdan qo'ldan kelgancha syomka qilib beryapman. Sog' bo'lasizlar. Ilohim musofir yurgan yurtdoshlarimizdan juda ham ko'p uy qilaman, ton yopaman, naves qilaman, mol boqaman deganlarda hammasi ilohim niyatiga yetsin. Amin. Naves qilmoqchi bo'lganlarga ham bundan ham zo'rlar naves qilish nasib qilsin ilohim. Sog' bo'lasizlar. Hammanglarga omad. O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz, xudo xolasa. Ekrandagi nomerlarda Telegram bor. Mabodo ololmay qolsa, Telegramdan yozsanglar javob beradi. Bo'lmasam, meni o'zimni kommentga yozib qo'yishinglar, o'zim javob beraman, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, hammanglarga omad. Uzoq yurtda yurgan yurtdoshlarimizga ham ilohim topganlariga baraka berib, tezroq vatanga qaytish nasib qilsin. Hammaga omad. Assalomu alaykum vatandoshlar. Kimga shunaqa temirdan naveslar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'ta ham mustahkam, o'ta ham baquvvat, veshniy o'tda yonmas naveslarimiz xudo xolasa bo'lyapti. Bu birinchisi 35 metr bo'lgan. Buni 10 metrni hisoblab beraman. 6 millionga butgan. Shu holatda 2 shiperda bo'lgan. Xo'p, navbatdagi navesimizni ko'rib turibsizlar. 2 etaj qo'yxona bo'lgan, kvadrati 175 ming, 185 ming, 2 etajligiga qarab bor yo'g'i shiperini yoki tunikasini olib berasiz. Shu narx ichida qoqiladi. Bu navesimiz ham 15 metrga 5 metr molxona bo'lgan 2 etaj. Hisob-kitob qilsanglar yog'ochdan ancha arzon. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarimiz shu narxda. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Qodirov to'ydan desanglar yana ham. Xo'p, akalar, bu navesimizni ham ko'ryapsizlar. Xudo xolasa mana 26 metr bo'lgan 3 shiper, ozgina perekosi bor. Buni ham to'g'rilab ketishyapti. 26 metrimiz примерно plus minus 23 millionga butyapti. O'sha o'tda yonmas naveslarimiz. Akalar, ko'rib turgan shu navesimiz ham mana darvozaxona ustunsiz bo'lgan. Общий 125 plus 30 kvadrat, 130 kvadratgacha yaqin. Mana ko'rsatib qo'yaman Andijonda jala hududida. Xudo xolasa bitta, buni ham ko'rishinglar mumkin. Itogi summasi mashinamiz 123 million so'mga bitgan. Akalar faqat shu joy bilan ovqatni bergan, qolgan hamma yo'g'ini o'zlari olib kelib chotki qilib berishgan. Ko'rib turibsizlar. Kvadrat 180 mingdan uni ichida shiper olib bersiz, shiper, tunika olib bersiz, tunika, uni ham qoqib ketishadi. Sog' bo'lasizlar.